Bir oilada bir ota-onadan bir necha farzand dunyoga keladi va hammasi bir xil bo'lmaydi. Biz inkubatordan chiqmaganmiz. Biz jonli bir mavjudotlarmiz. Har kim o'zini yo'li, o'zini sinovi, o'zini taqdiri, o'zini hayotda bosib o'tadigan yo'li. Va hamma har xil. Tarbiya bitta. Ota-ona bir xil tarbiya bergan. Lekin farzandlar har xil qabul qiladi. Mana guruch kurmaksiz bo'lmaydi deydi. O'shaning uchun balki men kurmakdirman, balki opam kurmakdir, balki ikkalamiz ham yaxshirmiz, balki ikkalamiz yomondirmiz. Buni bahoni Alloh beradi. Hammani oilasida ham, har bir insonda ham. Har xil qiluvlar qilishlari, roliklar olishlari, qanaqadir 18 pluslar, tor, mor, qaymoq bir narsa deyotganlari, bular hammasi va umumiy ijodi masalasida o'sha men san'atni bilmayman. Men qo'llab-quvvatlamayman. Umuman qarindosh urug'larimizda birontasi qo'llab-quvvatlamaydi va biz buni haqida aytganmiz. Umuman yashash tarzini, o'zini tutishini, kontentlarini va hokazolarni. Lekin biz faqat o'zimizning fikrimizni aytdik. Men shunaqa payt ham bo'lgan, fikrimni aytib, to'xtatmoqchi bo'lib bir harakatlar qilgan paytlarim ham bo'lgan. O'zim janjalga qolib ketib, sal qolgan qamalib ketishimga ham. Kerak bo'lsa o'sha inspektor Nozir bilan kelishib olib, meni qamatishga ham harakat qilgan paytlar bo'lgan. Meni kasalxonalarga tiqib qo'yishga harakat qilgan, adekvat emas bu deb turib. Har xil narsalar boshimdan o'tdi. Men Allohning oldida aytadiganimni aytdim, qarindoshlarim aytishdi, ota-onam ham aytishgan. Qabul qilmagandan keyin bu uning ishi. Va biza aytadiki, "Не суди, так судимым будешь" deydi. Balki biza o'ylayotganimiz, misol uchun men boshqa dunyoman. Men qilayotgan harakatlarimni xato deb bilaman. Lekin balki men xato deb o'ylayotgan narsam aslida xato emasdir. Balki Alloh uni qabul qilar qilayotgan ishlarini. Bu Alloh baho berguchidir. Allohning ishiga biza aralashishimiz noto'g'ri deb bilaman. O'shaning uchun men o'zimning fikrimni aytdim, lekin tanlov uniki. U qanday tanlov qilsa, bu uning ishi. Men Allohning ishiga aralashmayman. O'sha boy aytganda "Не суди, так судимым будешь" deydi. Lekin juda ham bir gapirgilik kelayotgan bo'lsa, men sizlar deb o'pshi gapiraman, aynan shu o'sha uni kontentida ko'rib yuradiganlar, unga like bosadiganlar ham juda ham ko'p, yaxshi ko'rib yurakchilik yoradiganlar juda ko'p, misol uchun qarg'iydiganlar ham juda ko'p. Bilingki, siz o'zingizni ildizingizni, o'zingizni ajdodlaringizni, o'zingizni o'zligingizni so'qyapsiz, qarg'ayapsiz, o'zingizni oyog'ingizga bolta uryapsiz. Alloh hech kimni qarg'ishini oqlamaydi. Agar yaxshilab qarasangiz, o'qisangiz. Gapingiz bo'lsa, Nilufar Hamidovaga yomonligiga, yoki qanaqadir bir kontentlarini bemazaligiga, bir ma'no mazmun matrasi bo'lmagan, yoshlarning tarbiyasini buzadigan targ'ibotlar qilayotgan biz. Men oqlamayman, mana shunaqa fikrdaman. O'ziga aytinglar, o'ziga. Nima kerak bor ota-onani qarg'ab yozib? Yaxshi emas bu. Mana ota-onam juda ham oqil insonlar bo'lishgan. Dadam haqiqatda ham afg'on rubobchi, O'zbekistonga afg'on rubobini birinchi olib kirgan inson hisoblanadilar. Bu Muroxatay Mannonova Salomnoni birinchi ijro etgan xonanda, frontova o'sha urush yillarida juda ko'p xizmatlar qilishgan. Hurmat, e'tibor sazovorga loyiq insonlar sazovor ham bo'lishgan. Ular haqida juda ko'p ko'rsatuvlar, lavhalar olingan, tarixda qolishgan insonlar. Shu urush yillarida qancha xizmat qilgan insonlar. Onam tomonidan dadamlar Uyg'urlar, Xitoyda tug'ilganlar, ular G'ulja shahrida shu yerda hokim bo'lganlar. Ham tillachi, tish qo'yuvchi bo'lganlar. Ko'p odamlarning sog'lig'iga davo bo'lgan insonlar. Buvimlar bo'lsa, onalari uydan chiqmaganlar, uyda o'tirganlar. Dadam juda ham rashkchi bo'lgan ekanlar. Hech qayerga qo'ymayman, uyda o'tirasan, uydan chiqmaysan, o'zim qilaman hammasini deb. Buvim men rashk qilib chiqarmasangiz ham o'zim ham chiqmayman. Menga yonimda siz bo'lsangiz, bolalarim bo'lsa, uyda tinch o'tirsan bo'ldi. Meni vaqtim mana shu deb hayotlari asosan shu uyda uy bekasi bo'lib o'tkazganlar. Hammasi bitta er, bitta xotin qilib oila bo'lib yashashgan. Bizning paytimizga kelib, menda xatolik bo'ldi. Men turmush o'rtoq tanlashda adashdim. Uni yomon deb aytmayman. Endi shunaqa mosamas xarakterimiz inson bilan ko'rishib qoldik. Lekin shunda ham bo'lsa, men shuni bir og'iz aytib o'tmoqchiman. Otadan buyurmagan bo'lsa ham, bolalarim bir yilda bir otasini ko'rmasa ham, lekin zo'r amakilardan Alloh nasib qilgan misol uchun. Farzandlarim xursand bo'lib yurishadi. Dunyodagi eng zo'r amakilar bizga nasib qilgan deb turib hol ahvol so'rashadi, xabar olishadi, bayramlarda qo'ynini olib tabriklab ketishadi. Farzandlarim, amakilari katta rahmat, minnatdorchilik bildiraman. Alloh rozi bo'lsin. Ya'ni hech qaysi bir insonning hayoti to'la to'kis emasda, qayerdandir kamchilik bo'lsa, qayerdandir yutuq. Mana misol uchun menda farzandlarimning otasidan kamchilik endi shunaqa inson menga to'g'ri kelmaydigan, bizning oilaga to'g'ri kelmaydigan. Misol uchun bolalarni bir yilda ham ko'rishga bir oshiqmaydigan. Lekin amakilari bunaqa otani mingtasini o'rnida bosib ketadigan shunaqa zo'r amakilar. O'qigan, bilimli, ishlaydigan, harakat qiladigan va oqibatini yo'qotmagan, Allohni haqiqatda tanigan insonlar misol uchun. Bu yerda ham mana bitta ota-onadan tug'ilgan farzandlarda, lekin har xil. O'shaning uchun aytadi, guruch kurmaksiz bo'lmaydi. Bizning oilada ham, mana oilamda misol uchun 3 ta qiz bo'lsak, bilmayman qaysi birimiz guruch kurmagimiz-yu, lekin Nilufar Hamidova shunaqa. Shunaqa, mana shunaqa kontentlar oladi, shunaqa yob-yog'ini ochib ko'rsatsa xursand bo'ladi. Uni so'ksa balki u shundan maza qilayotgandir.